Bugun ota-onalarning o'rtasida keng mavzuga aylangan probiotiklar bola organizmiga kerakmi, kerak emasmi, hatto Instagramga bu haqida video qo'yganimizda yaxshigina ota-onalardan tanbeh eshitgan videom haqida gaplashaman. Buni kengroq haqida tushuntirib beraman. Ya'ni probiotiklar bolaga kerakmi, kerak emasmi, qachon kerak bo'ladi, qanday holatda qilinadi, qachon berish kerak degan savollar juda ham ko'pda. Biz u videomizda bu haqida yetarlicha Instagram platformasida kichkinagina video qilib reels qilib joylashganmiz. Buni hosiliga kengroq tushuntirib beraman. Undan oldin men vrach pediatr Bekmurodova E'zoz Asliddinova, 7 yillik pediatrman va sizlar bilan bolani salomatligi haqida, turli mavzular haqida bu blogimda yuritib boraman. Bu ma'lumotlarni sizlarga berishdan oldin avval bilib olishimiz kerak, probiotiklar o'zi nima? Probiotiklar bu ichak mikroflorasini qo'llab-quvvatlovchi va foydali bakteriyalar hisoblanadi. Xo'p, savol tug'iladi unda. Hamma bolaga probiotik kerakmi? Albatta yo'q. Agar bola sog'lom bo'ladigan bo'lsa, mikroflorasi bilan hech qanaqa muammosi bo'lmaydigan bo'lsa, u bolaga hech qanaqa probiotik kerak emas. To'g'ri ovqatlanish, suv miqdorini to'g'ri olib borish shu sog'lom bolaga yetadi. Va harakatni yaxshilash. Odam organizmida qanaqa harakat bo'ladigan bo'lsa, ichak mikroflorasi ham xuddi shunaqa harakat ketadi. Va shu harakat hisobiga bolani ichki kelishi yaxshilanadi, ichida gazlari kam bo'ladi, ovqat yaxshi parchalanadi. Harakat bo'lishi kerak bola organizmida kun davomida. Hozir kunda telefon, televizorlar hisobiga ko'p bolajonlarimizda harakat yo'q. Shuning uchun ich qotishlarimiz ko'p. Bunday holatda probiotiklar beriladi. Xo'p, unda qachon probiotiklarni qo'llasak bo'ladi? Probiotiklarni oshqozon faoliyati bilan muammosi bor, disbakterioz yoki o't dimlanishlar holatlarimizda antibiotiklar bilan birgalikda berishimiz kerak. Men tavsiya qilardim, agar bolangiz tez shamollaydigan va tez antibiotik olishga majbur bo'ladigan holat bo'ladigan bo'lsa, unda berishingiz kerak. Antibiotik bilan probiotik birgalikda olib borish kerak. Kimdir aytadi, antibiotikdan keyin probiotik berib borish kerak. Yo'q, aslida unaqa emas. Antibiotik bilan birgalikda qo'llanilgan probiotik bu ichak mikroflorani hech qanaqa ta'sirsiz olib ketadi. Chunki antibiotiklar tabletka variantida bo'ladimi, suspenziya variantida bo'ladimi, inyeksiya variantida bo'ladimi, har bir mikroflorani buzadi. Bu aniq gap. Men yana nima derdim? Hech qanaqa dori, hech qanaqa mo'jizaviy narsa yo'qki, bola immunitetini ko'taradigan. Albatta, ichak mikroflorasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, immunitet ko'tariladi. Lekin u uchun ichak mikroflorasimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, immunitetimiz ko'tariladi. Lekin bu uchun bolada harakat, ovqatlanish, suv balansi yaxshi bo'lishi kerak. Shuni doim aytardim, bolani qaysidir doriga o'rgatishdan oldin bolanga to'g'ri ovqatlanish va to'g'ri harakat, to'g'ri bironta bir to'garakligi beringlar deb aytaman. Bolaning immunitetini o'zidan o'zi ko'tarishga harakat qilinglar. Shu kabi foydali ma'lumotlarni, yanada qiziqarli, foydali ma'lumotlarni sizlarga ulashib borishim uchun sahifamga obuna bo'ling.